Ipak yo'li Turizm va madaniy meros xalqaro universiteti huzuridagi Xalqaro tadqiqotlar institutida O'zbekistonning yo'qolib borayotgan gilam turini qayta tiklash yo'llari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. O'zbekistonda gilam to'qish an'anasi uzoq tarixga borib taqaladi. Har bir hududda o'ziga xos gilamlar ishlab chiqarilgan. Ularning turlari va xususiyatlari ham rang-barang. Ipak yo'li xalqaro tadqiqot institutida tashkil etilgan mazkur seminarda yo'qolib ketayotgan an'anaviy gilam to'qish usullari, ularning texnikasi, xom ashyosi hamda qo'lda gilam to'qishni sanoatlashtirish, qadimiy gilam to'qish an'analarini yosh avlodga o'rgatish, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va eksport hajmini yanada kengaytirib, o'zbek gilamlarining qadimiy dovrug'ini tiklash kerakligi aytilib, bu masalalar bo'yicha aniq takliflar o'rtaga tashlandi. Savol tashlaymiz o'rtaga, nima qilishimiz kerak, shu gilamdozlikni ko'tarish uchun nima qilishimiz kerak? Hali Eronniki, Turkiyaning nusxalari emas, o'zimizni an'anaviy, abadiy, o'zimiz azaldan kelib yurgan nusxalarni tiklash. O'zbek gilamini ko'rsatish uchun. Mana ko'rdik, juda ham chiroyli o'zimiz gilamlarimiz. Eron yaxshidir, Turkiya yaxshidir, lekin biz o'zimizga bor. O'sha o'zimizni o'ziga xosligimiz ko'rsatishimiz kerak, olamga olib chiqishimiz kerak, nafaqat chet tilini nusxasini olmasdan. Ular ham mumkin, lekin bizga qolib ketish kerak emas. O'shaning uchun biz mana olimlar maslahat beramiz, nusxalarini topib beramiz. Sotsial loyihaga aylantirish niyatimiz bor. Uyda o'tirgan ayollar mana shu gilamdozlikni o'rgatishadi. Mana bizni ustalarimiz master klasslar qilamiz. Balki mana shu o'zimizni institutimiz darajasida, universitetimiz darajasida biz treninglar qilamiz o'zi xalqaro UNESCO bilan. O'shunaqa treninglar qilib, uyda o'tirgan ayolni o'rgatib, keyin uyga borib sekin-sekin mana shu narsa rivojlanadi, ham ularga pul bo'ladi, oilasiga qarashga, o'zi qandaydir kasb egasi bo'lishga. O'shaning uchun bu loyihamizni sotsial bir qanaqasidan tomonlari ham bor. Seminarda Pekin shahar universiteti tadqiqotchilari, Rossiya etnografiya muzeyi yetakchi ilmiy xodimlari hamda yurtimizdagi gilam fabrikalarining hunarmand ustalari, shuningdek dizaynerlar, xususiy san'at galereyalarining mutaxassislari yo'qolib borayotgan gilam turlarini qayta tiklash bo'yicha o'zaro tajriba almashdi. Xalqaro ilmiy-amaliy seminarda shuningdek 19-asrning ikkinchi yarmida to'qilgan o'zbek va Qoraqalpog'iston gilamlari, Xitoy saroy gilamlarining bezaklariga qiziqish katta ekanligi e'tirof etilib, Ipak yo'li xalqaro tadqiqot instituti va Pekin shahar universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Bu seminar bizga juda foydasi katta, chunki bu bizning milliy qadriyatimizni tiklash, an'anaviy gilamchiliklarimizni tiklash. Bizga juda ko'p Shahrisabzda, Qashqadaryoda gilamdozlik rivojlangan bo'lgan, hozirgi kunga ham davom etyapti. Lekin naqshlarni, har bitta uslublarini bular avlodlarimizga yetkazishimiz kerak. Chunki bu bizning milliy qadriyatimiz, bizni ota-bobomizdan qolgan bu meros bilan tiklab va yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Biza hunarmandlar bunga tayyor, biza ustoz shogird an'anasi bo'yicha ham hozir o'rgatyapmiz gilamdozlik bo'yicha. Lekin mana shu seminar bizga kelajakka tiklash uchun innovatsiya, yondashuv bo'yicha ham ozgina yordam beradi. Chunki bizga gilamlarimiz qadimdan saqlab qolgan bo'lsa ham, lekin davom etganda har bitta naqshini yana o'rganib chiqish kerak. Qishloqlarga ekspeditsiya qilish kerak. Hozircha momolarimiz bor, ular bilan gaplashib, qanaqa ranglar bergan, qanaqa bo'yalgan, bular hammasini biza yoshlarimiz o'rgatishimiz kerak va davom ettirishimiz kerak. Mazkur seminarni umrboqiy madaniy merosimizni asrab-avaylash, tiklash, o'zbek gilamchilik an'analarini rivojlantirish bo'yicha zamonaviy yangi yo'nalishlarni ishlab chiqish va o'zbek gilami brendini yaratish borasidagi yana bir muhim amaliy qadam deyish mumkin.